Maxachevni oddiy jeb bilan deyarli nokaut qilgan va unga ancha mushkullik keltirgan ushbu jangchi Arman Tsarukyan bilan to'qnashganida Arman tankning kuchi uni hayratga soldi. Ham kurashda, ham stoykada. Jangning ilk soniyasida yo'q, asli kurashchi bo'lgan raqib o'z uslubini unutib, zarba texnikasiga ishlay boshladi. Arman Tsarukyan kuchli kickboksingga xos ravishda masofani a'lo darajada his qilib, qo'rqmay kicklar urardi. Hammasi nazorat ostida edi. 4 tomondan zarbalar yo'llanayotgan edi, lekin bir payt kelib u haddan tashqari hujumga o'tib ketdi va tepadan huk zarbasini qabul qildi. Arman biroz larzaga keldi. Bu epizoddan so'ng u o'z kuchiga qaytdi. Kurashga o'tib takedown qildi va yuqoridan bir necha qattiq zarbalar bilan ustiligini qo'lga kiritdi. Tsarukyan raqibni qayta tiklanishga ruxsat berdi, chunki u barchaga isbotlamoqchi edi. U nafaqat kurashda, balki stoykada ham yaxshi jang qilishini. Jang oxirida Ramos juda ham nokaut qilmoqchi bo'lib, 110% kuchi bilan hujumga o'tdi, ammo natijada yiqildi va nazoratga olindi. Ushbu jangdan so'ng hech kim Arman Tsarukyanni universal jangchiligiga shubha qilmaydi, ammo Arman Tsarukyanning Islam Maxachevga qarshi jangini juda ham intizor bilan kutyapmiz. Do'stlar, ushbu jang haqida fikringiz qanday? Kommentariyaga yozib qoldiring.